Mening ismim Dilfuza. Yoshim 22. Men turmushga chiqqanman 1 yil bo'ldi. Men erim bilan aloqalarimiz yaxshi edi. Erim to'yimizdan keyin 3 oy o'tib Rossiyaga ishga ketgandi. Diqqat, e'lon. Endi har kuni Moskva vaqti bilan soat 18:00 da Bonishka kanali sponsorligi ostida Ruskiy Loto o'yinimiz bo'lib o'tadi. Do'stlar, bitta bilet narxi atigi 100 rubl, yutkizuvch 5000 rubl. Har kuni jonli efirda 18:00 da Moskva vaqti bilan bo'lib o'tadi. O'yinimiz chestniy va halol bo'lib o'tadi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, o'yinimizni o'tkazib yubormaysiz. Diqqat, eslatma. Bu o'yinimizda faqatgina rus kartasi borlar ishtirok etishi mumkin. Oilada erim, qaynotam va qaynim bor. Mening visollarim hali tugamasidan keyib qoldilar. Men unchalik to'ymasdim erim bilan yotganimizda va erim juda tez bo'shanib qo'yardi. Men esa ko'proq olardim. Erim bo'lsa o'zini bo'shatib, meni o'ylamasdi. To'y qilaman deb ancha qarzga kirib qolgandi. Erim Rossiyaga ishga ketib qoldilar. 1 yildan kanalga obuna bo'ling. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qaytaman deb men sizni 1 yil qanday ishlayman, nima qilaman, shu yerda ham ishlabsangiz bo'ladi-yu desam, ha, bu yerdagi pul oiladan ortmaydi. Sabr qilib tur, tez o'tib ketadi dedi va 1 yil 1 haftadan keyin ketadigan bo'ldi. Men bo'lsa erim bilan 1 hafta har kuni 2 martadan yotardik. Rosa mazza bo'lib turgandi. Lekin bu ehtirosli kunlar vaqtinchaga edi. Tezda 1 hafta ham o'tib ketdi. Erim ketadigan bo'ldi va xayrlashdik. Erimni qaynovkam tashlab keldi aeroportga. Men bo'lsa xafa bo'lib xonamda biroz yig'lab qoldim va birga bo'lgan kunlarimizni eslab yotib uxlab qoldim. Ertasiga kun boshlandi. Erim telefon qilib, "Men yetib keldim. Xudo xohlasa ertadan ishga chiqaman" dedi. Menga "Sen nima qilyapsan? Men erikib qolmayapsanmi asalim" dedi. Men bo'lsa "Siz yo'q shunday bo'lib qolyapman. Birga bo'lgan kunlarimizni eslab" desam, "Ozgina ichapdan tur. Qarzlarni to'lab qaytaman" dedi. Men xafa bo'lgandek, "Xo'p" dedim va telefonni o'chirdim. Men bo'lsa uydagi ishlarni qila boshladim. Har kungidek tunlar o'tib, tunlar o'ta boshladi. Oradan 1 oy o'tdi va bu vaqt ichida erim bilan imoda gaplashib, bir-birimizni ko'rib gaplashardik. Erim "Seni sog'inganimga, menga chiroyli qomatingni ko'rsat" deb juda ko'p kechasi telefon qilardi va men ham erim-ku deb aytganini qilardim. Oxiri telefonda bir-birimizga ehtiroslarni uyg'otib, bir-birimizni kayf qildirardik. Men ersiz jinni bo'lib qolardim. Bir kuni qaynovkan ham, akam ham telefon qilyaptimi? Gaplashib turibsizmi? Menga 1 haftada 1 telefon qiladilar dedi. Men "Ha, gaplashib turibmiz" dedim. "Ha, qiynalib qolmayapsizmi?" deb kuldi. "Nimaga qiynalaman? Hamma sharoit bo'lsa" desam, "Ha" deb qo'ydi. Men shammasidan tushundim nima demoqchiligini. Kanalga obuna bo'ling. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyin kechasi vannaga kirib yuvinib tursam, kimdir tepadagi oynadan qarayapti. O'zimni ko'rmaganiga olib yuvinaverdim. Keyin qarasam qaynovkam ekan. Meni ko'rganimni sezmadi va indamay ko'rmaganda yuvinaverdim. Bir tarafdan unaqangi qiziqqani meni hirsimni uyg'otardi. Erim ketganiga ancha bo'lib qoldi. Rosa birga bo'lishni sog'ingandim. Ancha vaqt yuvinib, o'zimni vannada massaj qila boshladim. Vannani to'ldirib yotib, o'zimni bo'sayntirdim. Hali ham qaynovkam qarab turardi. Men bildirmasdan ham avratimni ko'rsatib cho'milardim va bir nima taq etib tushdi. Qaynovkam yiqilib ketdi va tezda qochib ketdi, meni bilmasin deb. Lekin men ancha oldin ko'rib bo'lgandim. Yuvinib bo'lib chiqib uyga kirib yotdim. Ertasiga choy ichib o'tirsak, qaynim menga qarab o'ylanib qoldi va "Ukam, nima o'ylanyapsiz?" desam, shunchaki bir nimani eslab, xayol surib qolman dedi. Men borsa, kechagi vannadagi holating nima desam, ichayotgan choy tiqilib qoldi. "Nima deysiz? Tushunmadim sizni" deganda, "Kecha sizni ko'rgandim, vanna derazasidan qarab turganingizni" desam, qizarib ketdi. "Men sevganingiz bormi? Uylantirib qo'yaylikmi" desam, kulib, "Akam yaqinda uylandi. Endi navbat bizga" deb kuldi. Men uni ko'rib, erimni sog'inganimga u bilan bo'lgim kelib ketyapti. "Kechagi ishingizni akangizga aytib beraman" deb uni qo'rqitdim. "Iltimos aytmang opa, akam bilsa o'ldiradi." Turadi. Meni xayolim buzila boshladi. "Bo'lmasa bir shartim bor. Adangiz hozir qayerda" desam, "Adam gapga ketganlar" dedi. Men bo'lsa, "Bo'lmasa, sizga zo'r ish bor.
Akangiz ketganiga 4 oydan o'tdi. Men ham ayolman, erni xohlayman dedim. U bo'lsa, bu nima deganingiz dedi. Men bo'lsa, men bilan yotasiz dedim. Men bo'lsa, men bilan yotasiz deganimdan keyin o'ylanib qoldi va xo'p deb ko'ndi. Lekin men biroz o'ylanib qoldim. Nimalar qilyapman? Bu erimni ukasi bo'lsa deb. Erimga xiyonat qilib, keyin yuziga qanday qarayman? Meni deb ishlab yuribdilar u Rossiyalarda deb. Keyin hazillashdim. Juda yomonsiz uka, bu gapni unuting. Ana u ishingizni men unutaman deb tanq berib qo'ydim.